Dunyoda ikkita oq uy bor. Bittasi Amerikada Donald Trampning uyi bo'lsa, ikkinchisi mana bu ko'rib turganlaring tovuq katagimiz bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda tayyorladik. Obzorini qisqacha qilib tanishtirib o'tamiz. Qafasimiz juda ham chiroyli, keng holatda, gabarit holatda mana zakazga tayyorladik. Don idishlarga bitta baho berib qo'yamiz mana. Ovqatini solib yopib qo'yish mumkin. Ikkala tomoniga o'rnatganmiz. Mana o'rtasiga eshik qilganmiz. Eshiklarimiz nima deyapti o'rtoqlar mana. O'zi ochilib mana bu yerdan kirib ketilaveradi. Mana oyog'i yechib kiramiz, albatta mana chiroyli holatda. Tuxumlash xonalari mana ikki tomonga o'rnatganmiz. Mana qo'noqlari yetarli darajada kilovatlar solganmiz, issiq o'tkazmaydi va odamni bo'yi ham tegib qolmaydi albatta. Qafasimiz juda ham keng holatda. Bu yoqdan bu yoqqa jildirib yurish bemalol mumkin mana. Yengil harakatga ega. Tuxumini qanday olish kerakligini mana bunday qilib ko'rsatib beramiz. 3 xona mana 3 ta etajga bo'lganmiz mana. Tekstillar bilan yopganmiz. Juda ham baquvvat holatda chiqdi qafasimiz. Egalari oppoq rang zakaz qildilar. Qo'ldan kelganicha harakat qilib tayyorlab berdik. Qafasimizni razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi o'zini razmeri 3 metr, tuxumdonining hisobi bilan 380 bo'lib qoldi qafasimiz. Balandligi esa oldi tomoni 2 metr, orqa tomoni 220 sm uklon hisobiga tayyorladik. Setkalar esa 5 ga 1,5 qalin ko'z setkalardan tortganmiz. Juda ham baquvvatidan. Eshiklarimizni o'rtasiga yana ham chiroyli qilib berish uchun nerjvinkalardan tortganmiz. Sploshni keng holatda ochilishlari mana. Va qulflash, zulf qulflarni o'rnatib ketganmiz qafasimizga. Oldida siliflar maloshniy holatda bo'ldi. Tomlari esa mokriy asfalt matviy qalinidan bosib berdik. Bu qafasimizni zakazga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, barcha turdagi parrandalar uchun, qushlarga, tovuqlarga, chiroyli dekorativ tovuqlar uchun ham temir qafaslarni tayyorlab yetkazib beramiz.